Salom, bugun mana internetda trend bo'lgan drashli kushonni sizga obzor qilib beraman. Men o'zim birinchi marta ishlatdim, faqat qo'limga ishlatib ko'rdim, juda ham yoqdi-da. Yuzga qanaqa tushadi bilmadim. Men o'zi oldin yuzimga birinchi o'rinda namlantiruvchi so'raman, undan keyin kollagen, arzonda kollagen bo'lsa yoqadi yuzimga, o'shani so'raman. Undan keyin tonalka ishlataman. Juda ham yoqadi. Doim buni qo'llab olardim. Hozir bunda вообще kerak emas ekan, chunki ham pudrani ham tonalkani o'rnini bosadi. Bu narsani qo'yganim sababi mana bunaqada polni effekti bilinsin deb foydalandim. Demak, qaraymiz, mana ichida men bunaqa holatda bo'ladi. Tarkibida kollageni bor. Bilasizlar, yuzga kollagen kerak-ku mana. Bismillahirrohmanirrohim. Agar chuqur-chuqur poralar bo'lsa, o'sha porani ham tekislab berar ekan. Hozir bilsanglar, bu chet elda juda ham trendga chiqqan. Bir tarafini surmayman, xo'pmi? Ana koreyslar ishlatadi-ku videolarda. Shunaqa narsaga o'xshab. Yaltirash srega ham bilinyapti mana.